Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, YouTube ishqibozlar, Abdulaziz kuzatuvchilari. Mana bugun bizdan yana ish faoliyatlarini davom ettirishda boshladi. Xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. Pechat fasonimiz o'z egasiga model holatdan chiqdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Pechat holatda, tepalari lazer orqali tayyorlaganmiz. Kreskalar mokriy holatda bo'lgan devor kreskalari tayyor bo'ldi. Xudo xolasa buni ham o'rnatamiz. O'rnatganimizdan keyin videolarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Hop, yana yangi ish qildik, boshladik. Shanrlarni qo'ymasdan shanr o'rniga boshqa yerda ko'pkali holatni shanrning boshqa ikki tomonlama ochiladigan qilib darvoza yasaymiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa buni ham bitgan holatda ochilib yopishlarni ham qo'yib boraman. Yana bitta mana trendda bo'layotgan darvozalarimizdan biri. Xudo xolasa kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilishlaringiz mumkin. Savol bor, o'rnatib beraman.